Assalomu alaykum hurmatli dehqonlarimiz, fermerlarimiz. Mana bugun 2024-yil 27-avgust kuni Pastarg'om tumanining Boyto'ra Ko'mak qishlog'ida turibmiz. Bu yerda mana Erkin aka Sheribni yerlardamiz. Mana dehqon akamiz mana makka jo'xori bizdan olib ekkan ekan. Mana Singenta fermasini mana Gidro navli makka jo'xorisi. Dehqon aka, dehqonchilikka baraka bersin. Sizga baraka. Hektar soniga 80 mingta ekilganda. 80 mingta atrofida ekilgan, ha? Bo'ylari 3,5 metrdan balandroq mana. Bu yerda necha marta suv quyildi, qanaqa oziqalar berildi, shu haqida ma'lumot bersangiz. 6 marta suv qo'yildi bu yer. Mana shular orasi 15-20 santimetrdan kalta bo'lmas-ki, lekin qalin tushgan. Shunda ham qarang sutasini mana. Ikkalasida ham mana 10 santimetr ham emas orasi mana. Mana sutasini olib ko'ramiz mana, qo'lingizda ushlab ko'ring. Mana sutasini kattaligi mana. Ikkita yonma-yon tuyib turibdi mana. Pastarg'om tumanining Frunza qishlog'idamiz. Mana bu yerda Fransiyaning Dekalb kompaniyasining 69-80 navli shunday mana ancha chekka joylar bo'lsa ham tuproq kesib, chang kesib keldik mana. Rahmat. Dehqon aka mana makka jo'xorini bo'ylari 3 metr, 3,5 metr atrofida bo'lgan. Shu kungacha necha marta suv ichdi? 5 marta suv ichgan. 5 marta suv ichgan. Bir nasos bilan suv chiqadi. Nasos bilan suv qiyinroq. Ha, nasos bilan ishiga qaramasdan mana sutalari 2 marta o'g'itli suv. O'g'itli suv 2 marta ichgan, 5 marta suv bilan mana. Endi lalmi deb bo'lmaydi, suvli ham deb bo'lmaydi, lekin mana bo'ylari ham yaxshi. Mana donlar o'zi xudoga pishgan, tayyor bo'lgan. Mana sutalari juda ajoyib bo'lgan. Hozir ichkarilarni ham ochib ko'rsatamiz. Dehqon aka mana qarang. 1 metrda qarang. Qarang, 10 santimetrga 3 ta tushgani bor ekan mana. 3 ta. Bor. Mana 3 ta tushgani qarang. 3 tasi mana. 2 ta tuygani ham bor. 2 ta tuyganlari ikkalasi ham sutasi bor mana qarang. Mana sutalar. Mana. Bemalol o'shasangiz bo'ladi. Yani yaqinroq olsangiz ko'rinadi mana. Qarang mana. Buncha yaqin tuyishiga qaramasdan mana. Mana sutalar juda ajoyib mana. Mana kadrda yaqinroq bo'lsa, sutalar yaxshi ko'rinsin mana. Donlar qanday mana. Ikkinchi sutasi ham to'liq tuygan mana. Qarang, har bittasi tuygan mana qarang. Qarang mana tagini qarang. Mana 5 santimetrga ekilgan qarang mana. 5 ham chiqmaydi mana qarang. 1 2 3 4 5 6 tami mana. Har bittasi suta bor aka qarang. Buning uchun aka ozmuncha mehnat qilinmagan aka mana qarang. Shunday. Mana mehnat aka. Bu mana tagini ko'rsating buni. Buni mana bir qarishga qarang. 1 2 3 4 5 ta tushyapti. 5 tada qarang. Mana sutalarni sanang. Ikkitadan tuyganlari ham bor mana. Mana. 5 ta sut don sanadikmi? 1 2 3 4 5. Mana har bittasi don bor. Assalomu alaykum. Dehqonlarimiz, fermerlarimiz. Mana Pastarg'omdamiz. Sherib Erkin akamizni mana oxirgi nasoslari joylashgan yerlarga keldik. Suv juda muammo, og'ir joylar. Mana hozir polyani syomka qilib chiqdik mana. 5 marta suv, 5 marta suvni bilan shunchalik qiyin sharoitda ham mana shunchalik natijalar yaxshi bo'lgan joylarda mana sutalardan olib chiqdik mana. Mana dehqon akamiz ham shuncha mana chang bosib shu izlab keldik mana. Mana natijasi mana. Sutalarni olib qo'ying. Juda lekin og'ir joylar ekan mana. Xurshid akamiz yerlarni ko'rdik, u tomonda ancha sharoit yaxshi, suvlar yaxshi. U tomonda menimcha hosil oziqalari ham farq qilgan menimcha, ko'proq berilgan menimcha. Lekin mana shunchalik bilan Xurshid akamiz gapga yoshroqda yaxshi yuguribroq ishlaydi. Shuning uchun ham yaxshiroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana sutalar ko'rinyaptimi? Ko'rsating mana. Mana changlari bilan birga mana. Xudo xolsa bu polya ham yaxshi chiqadi. Zo'r. Sotalar juda ajoyib bo'lgan. Mana bu yerga mashina ichiga
Qovunni qarang, qovunni mana. Oo! Mana. Qovunni ajoyibi. Endi Xurshid ukamiz qovun yerga qo'li tegmaganda ish bilan bo'lgan, suv tashi shuning uchun ham zo'rroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoping ketdik, ha.